xayrli tong. Bugungi boshlangan kunimiz xayrli va barakatli bo'lsin. Bugun Xudo xolasa erta tongdan Sevimli telekanaliga yo'l oldik. Bu yerda birgalikda mani ustozim, mani onam, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ra'noxon Yarashevani, Ra'nopani tavallud ayyomlari bugun birgalikda ular bilan ko'rsatuvda chiqishimiz bor. Undan so'ng xonadonlarda tug'ilgan kunlar davom etadi, tadbir marosimlarimiz bor. Ana undan so'ng esa kechki xizmatlarga yo'l olamiz. Ustoz umringiz uzoq bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Kimdir bilar, kimdir bilmas, men mana shu insonni yonlarida 10 yildan ziyod yurgan aziz shogirdlariman. Ular uchun men ham azizman. Aynan kelin salomni sir asrorlarni ulardan o'rgangan holda bugun Xudo xolasa imkon qadar kelin salomlarni o'tkazib beramiz. Ustozimni uzoq umr tilayman. Bizning baxtimizga sog' bo'lsinlar. Ko'rsatuvni kuzatinglar soat 7:00 da. Erta tongdan prямой efir.